Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugungi bu filmda men Amerikada ko'chmas mulk, ya'ni Amerikada uy mulk setib olish to'g'risida to'xtalmoqchiman. Amerikada nurg'un kishilar ko'chmas mulkni, ya'ni uy mulkni o'zining yenidan 100% naqd pul chiqarib setib olmaydi. Ko'pincha ahvollarda tunji qitim uy setib oluvchi shaxs 3%, ya'ni uy umumiy bahosining 3%dan boshlanib 20%ga qadar normalda o'zining yenidan chiqardi. Qolgan qismini-chu, ya'ni 97%dan 80%gacha bo'lgan bu uy mulkninki o'zi turmoqchi bo'lgan shu setib olmoqchi bo'lgan uyning bahosini qanday qildi deganda qarz elish orqali, ya'ni qarz organlaridan bankalar degan qatorliq qarz berish organlaridan qarz elish orqali uy setib olishga muyassar bo'ladi. Endi oldi bilan birinchi qadami uy setib olishninki biz o'ylashadigan, ya'ni uy setib oluvchi Amerikada o'ylashadigan birinchi qadami, ya'ni o'zining yenidan chiqaradigan ana shu 3% yoki 5% yoki 10% yoki 20%, hamda eng tovini 3% dan boshlansa bo'ldi dedik. Shu pulni birinchi qadamda tejdimmi yo'q, ya'ni shunchalik naqd pul menda bormi yo'q degan savolni so'rashga to'g'ri keldi. Ya'ni agar bir shaxs $500,000 bir uyni Amerikada setib olmoqchi bo'lsa, undaqda eng tovan o'zining yenidan chiqarishga tegishli, ya'ni shart bo'lgan eng tovan sommasi 3% deyilganda $15,000. 5% bo'lsa $25,000, 10% bo'lsa $50,000 degandek pul yenida bo'lishi kerak demakchi. Ya'ni shu pul bilan birga uyni butunlay to'liq g'albilik setib olib bo'lgandan keyin to'laydigan bir qator haqlar bo'ladi. Ya'ni shu uy qarashliq shahar yoki nahiyaninki uy ilm setim biji, ya'ni setib oluvchining to'laydigan bojlari, undan boshqa shu uyni setib olishda mulozimat qilgan uy advokatlik ish bajarish o'rni deymiz, yoki settlement company deydi. Shundaq shirkatlarninki oladigan haqlari, undan boshqa yana olgan qarzninki qarz haqqi degandek bir qator haqlari bilan bir uyni setib olishda normalda 1,5% dan 3%gachilik bo'lgan, shu uyning bahosining 1,5% dan 3%gachilik bo'lgan atrofdagi pul har xil haqlarga to'lanish kerak. Demak, bir uyni setib oladigan shaxs oldi bilan eng to'van bo'lganda bir uyning 3% yenidan chiqaradigan puli qarzdan boshqa. Yana shu uyni butunlay g'albilik, har xil haqlarini to'lash uchun yana 2-3% atrofidagi pulini tayyorlash tegishli bo'ladi. Ya'ni demak $500,000 bir uyni setib oluvchi shaxs 3% ya'ni down payment deymiz, o'zimizning yenidan to'laydigan 3% pul $15,000 bo'lsa, yana uyninki eng oxirida to'xtamlarga qo'l qo'yib, uyning nomini o'zimizga o'tkazib oladigan haqlari 2-3% atrofida bo'lishi mumkin. Demak, eng kamida $30,000 yenimizdan tayyorlashga to'g'ri keldi. Hamda pul uningdan jiqroq bo'lsa, daha yaxshi. Endi bu birinchisi yenimizda, ya'ni uyni setib olish uchun tayyorlaydigan bu pul. Endi ikkinchi muhim nuqta nima deganda dal banka qatorliq qarz berish organlarining bizga qarz berish va bermasligi, hamda qanchalik sommada qarz berishi intayin muhim. Uni biz belgilamdik yoki ular belgilamdi deganda albatta bizning amaliy shart-sharoitimiz ularninki belgilashining oldingi sharti. Ya'ni shu qarz beradigan banka yoki organlar bizningki muqim kirimimizni tekshiraydi. Undan boshqa bizning inovat nomerimiz deymiz, credit score'imizni tekshiraydi. Ya'ni yaqinqi tarixdagi, yaqinqi bir qancha yillik muqim kirimimiz, hozirgi inovat nomerimiz qatorliqlarni tekshiraydi. Shundan boshqa yana hozir bizda mavjud bo'lgan qarz, ya'ni zimmamizdagi qarzning qanchaligiga qarata, undan keyin bizga
qanchalik qarz berishni, ya'ni uy setib olishda qanchalik qarz basi bo'ladiganligini qaror qiladi. Demak biz 500 ming dollarlik uy olaman deb ichimizda o'ylagan bo'lsak, balkim banka, ya'ni qarz berish organi bizning bayatın deyilgandek inovat nomerimiz, muqim kirimlarimiz, ham hozir o'zimizning zimmamizda allabirun mavjud bo'lgan qarzimiz qatorliqlarga asosan balkim 500 ming dollarlık uy setib olamiz desak shunchalik, ya'ni 400 necha ming, ya'ni 97% yoki 80% yoki 85% yoki 90% qarzni berishni qaror qilish mumkin yoki undan to'varak qarz berish mumkin. U hammasi bizningki yillik kirimimiz, hozirgi mavjud bo'lgan qarzimiz, ya'ni to'lashga tegishli qarzimizning oz ko'pligi, shundaqla inovat nomerimiz bilan munosabatli bo'ladi. Endi bu ikki, ya'ni bizning oldin tayyorlagan pulimiz ma'lum nisbatda, bayatın deyilgandek 30 ming yoki 50 ming yoki 60 ming degandek, agar bir 500 ming dollarlik bir uy olamiz desak, shu puldan boshqa banka, ya'ni qarz berish organlarininki bizga qarz berish tasdiqi intayin muhim. Ya'ni oldin tasdiq deymiz, ular biz ularga iltimos sungandan keyin ular bizga biz sana qarz beramiz degan vaqtda qanchalik qarz beradiganligi, qanchalik atrofda qarz beradiganligi to'g'risida qarorni, ya'ni oldin tasdiqini biz topshirib olgandan keyin unkin xotirjam holda 3-qadamda uy ko'rishga boshlasak bo'ldi. Hamda uy ko'rishga boshlasak bo'ldi deganimiz, albatta o'zimizning yaxshi ko'radigan qandaq uyda yaşamoqchi biz, masalan bino condominium yoki cooperative deymiz, bino uylar yoki townhouse deymiz, ulab bir-birsiga ulab solgan uylar yoki single house, yolg'iz uylar yoki duplex deymiz, yoki qo'shma-qo'sh, ikki uy billa qo'shni bo'lib selingan uylar degandek bir qator tanlashimiz bo'ldi. Hamda ondan qaysi rayondan, qaysi mahalladan setib olamiz degan qarorlarni chiqarishimizga to'g'ri keldi. Hamda bu hammasi o'zimizningki arzuyimiz, amaliy sharoitimiz tarafidan belgilandi. Hamda bu demak bu 3-qadamga o'tganda uy tanlash, uy ko'rish bosqichi o'tamiz. Bu vaqtda bu Amerikada uy setib olganda kim intayin muhim o'rinda turdi, sizga eng yordam beradigan odam kim o deganda, İngilizce real estate agent deymiz, yani ko'chmas mulk ve vakolatchisi yoki uy mulk vakolatchisi deymiz. Bundaq bir shaxs intayin muhim. Bu shaxs qandaq shaxs bo'ldi deganda, bu shaxs ma'lum Amerikadagi har bir shtatninki o'zininki license deymiz, kinishkisi bo'ladi, ya'ni shu uy mulk vakolatchisi degan shu kinishkisi, ya'ni o'qib imtihonini berib o'tgandan keyin shu kinishkini olgan bir shaxs qonunli holda real estate agent, ya'ni uy mulk vakolatchiligini qilib uy sotadiganlarga uy setib beradi, uy oladiganlarga uy ilishda yordam qilib butkul jarayonda to'g'ri yetaklab uy yapirdi. Hamda bu uy tanlashga o'tgan vaqtimizda dal real estate agent, ya'ni uy mulk vakolatchisining roli intayin muhim. Chunki biz har bir uyni, masalan, telefonimiz qarab, ma'lum applarni, masalan, Zillow, Redfin, Realtor, bu degandek applarni tushirib, shuningdan o'zimiz yaxshi ko'radigan rayondagi, o'zimiz yaxshi ko'radigan uylarni bozorga chiqqan ko'rishimiz mumkin. Endi ko'rib, "Ma uy yaxshi-ka, bu uyni setib olsam yoki ko'rib baqsam bo'ldi" desak, u to'g'rida men ko'raman desakmi, ma'lum bir agent orqali u uyni ko'rish to'g'ri keldi. Endi mushu vaqtga kelganda bu o'zingiz real estate agent, ya'ni uy mulk vakolatchisini to'g'ri tanlashingiz intayin muhim. Ya'ni siz ishindigan iqtidoriga ham sizga haqiqiy to'g'ri sizning manfaatingizni 100% qo'llab, ya'ni qo'g'dab turib, sizga mulozimat qiladigan, sizning to'g'ri uyni setib olishingizga har jihatdan hamdamda yordamda bo'la oladigan bir shaxsni tanlashingiz to'g'ri keldi. Ya'ni o shaxsning cho'qim kinishkisi bo'lishi kerak, qonunliq shu ishni qiladigan bo'lishi kerak, chunki Amerikada o ishni kinishkisiz, qonunsiz qilib bo'lmaydi. Endi bu nuqtaga kelganda men o'zimni ozroq bu tarafdan tanishtirib o'tishimga to'g'ri keldi. Men to'g'ri, mening ismim Qosimjon Abduriyim. Men o'tmishda
vatanda Urumchida Atlan degan bir til maktabini qurib, uni taraqqiy qildirib, taki 2017-yilga qadar ichib, oxiri 2017-yili vatandan Amerikaga kelib joylashgandan keyin men 2018-yilları bu real estate agent, yani uy mulk vakolatchiligi, yani vakolatchisining shu darsligiga qatnashib, bu uy mulk vakolatchisining 3 shtatdagi kenishkisini qonunliq olgan. Yani bu Amerika poytaxti Washington DC, hamda bu shahar yoki shtatmi emas, ham shu poytaxti hamda. Bunu bir shtat deb qarasak bo'ldi, lekin qonunliq jihatdan shtat emas. Washington DC, yani Amerika poytaxti Washington DC'ninki uy mulk vakolatchiligining kenishkisini elib, u yerda qonunliq uy mulk vakolatchiligi ham Virginia, yani bu şu Washington DC'nin janubi tarafiga to'g'ri keladigan shtat Virginia, yani men hozir o'zim yashayotgan shtat. Bu shtatningmi shu uy mulk vakolatchilik kenishkisini olgan. Undan keyin Maryland, Washington DC, yani Amerikaning bu poytaxtining shimol tarafiga joylashgan shtat Maryland shtati deydi, Maryland deymiz. Bu 3 shtatning, yani Maryland, DC, undan keyin Virginia'ninki uchli shtatning real estate agent, yani uy mulk vakolatchilik kenishkisini elib, hozir qadar shu ishni qilib kelyapman. Yani yaqin atrofdagi yaqin yo'riqlar menga ishonganlar uy olmoqchi ham sotmoqchi bo'lsa, meni izlaydi. Men ularga butkul to'g'ri shu mening o'zimning yaxshi o'rgangan bilimim orqali bu Amerikada to'g'ri uy mulkni xatolashmay elib qilish uchun yetakchilik qilaman, ham yordam qilib, toki o'yini g'alabalik, oppo'g'ichilik shu mulozimatni elib boraman. Endi gapga qaytib kelsak, dal 3-bosqich shu uy mulkni hamda tanlash bosqichi, elish bosqichida real estate agent shu uyga kiralaydi. Yani kiralaydi degan bu agentlarninki o'zininki ayrim ashundaq salohiyati bor. Bozorga chiqqan uylar normalda bu agentlar o'zaro shu uylarga o'zining xaridorlarini akirib, ko'zitib qila oladi. Bu uylarni ko'rib, hamda eng oxirida bu uy bo'ldi ekan, shu uyni olsaq bo'g'idak degan vaqtdami shu agent bu uyning olsaq qaysi, masalan, shu butkul jarayonda qarshi tarafninki, sotquchininki ko'pincha agenti bo'ladi ularning, yani agent deganim shu vakolatchisi. Shu vakolatchisi bilan aloqa o'rnatib, undan keyin uning bilan bu ilm setimda o'zaro baho kelishdi, har xil baho talash tortishlari bo'ladigan ahvollar bo'ladi. Undan boshqa o'yiningki har xil shartlari bo'ladi. Mundaq narsani o'ngshab, mundaq narsani qo'shib apar, yani bu jarayonda bu vakolatchi intayin muhim rol o'ynaydi. Hamda bu jarayonda to'xtam, butkul to'g'ri to'xtamni ishlatish, ham shu to'xtamninki shu uy setib oluvchining manfaatiga manfaatini qo'g'digan holda tuzilishi degandek nurg'un jihatlarda bu real estate agent intayin muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa bu uyni agar to'xtamlashgandan keyinmi, yana contingency'lar deymiz, yani shartlar, to'xtamda to'g'ri shartlarni qo'yib, masalan, bu to'xtamda mesela uyni tekshirish ilib boramiz, masalan, uydan mana masala chiqsa, bu to'xtamni kuchdan amaldan qoldiramiz deganga o'xshash nurg'un shartlar oldi. Masalan, qarz, bank qarzi garchi boshda dastlabki tasdiq bo'lgan bilan haqiqiy uyga to'xtamlash bo'lgandan keyin banki ba'zida bizga qarz bermaslikni qaror qilishi mumkin. Bu vaqtda biz pulimiz yo'q holatda o to'xtamdan to'g'ri chiqishimizga to'g'ri keldi. Shuningdimi shu to'xtamda bir shartni qo'yishga to'g'ri keldi. Ya'ni bankka, ya'ni qarz berish organi qarz bergan sharoit ostida biz bu o'yinni ola olamiz, bo'lmasa shartimiz bu o'yinni ola olmaymiz degandek to'xtamda shunday mazmunlarni to'g'ri qo'shish dal shu uy mulk vakolatchisininki qiladigan xizmatlari. Demak, bir uyni g'albilik setib olish jarayonida bu uy mulk vakolatchisining o'ynaydigan roli intayin muhim. Yana shu boshqa masalan uyni tekshiruvchilar, yani kasbiy
kisi bor, shu tekshiruvchilarni kelib uyni tekshirtib, uyning masalalari bormi yo'qmi, masala bo'lsa, uyni sotquchi bilan qandaq bahoda yoki bahoda kelishish, bahoni tushirish va yoki masalan u masala bor nuqtalarni remont qildirish yoki almashtiradigan narsalarni almashtirish degandek bir qator ishlarning hammasini shu sizningki vakolatchingiz, uy mulk vakolatchingiz to'g'ri tanlagan bo'lsangiz, yaxshi qilib berdi demoqchi. Eng oxirida hamda uyni yana boshqa uyni shu to'xtamlashib, uyni eng oxirida siz qo'l qo'yib, sizning nomingizga o'tganga qadar bo'lgan intayin inchki nuqtalarni dal shu real estate agent sizga to'g'ri yetaklab sizni elib mangdi demoqchi. Endi bayatın degan birinchi qadami sizningki tayyorlagan iqtisodingiz cho'qim 100% bo'lishi kerak emas demoqchi. 3%, 5%, 10%, 20% degandek. Ya'ni umumiy uy bahosininki. Endi yana bir xil ahvol mendan so'raydiganlar, men bundaq Amerikadagi anda banklar yoki iqtisodiy organlarninki o'simlik qarzini olmaydim. Yani itiqat sabablik yani o'simsiz qarz olmaydim. Bundaq ahvolda men hamma pulni o'zim tayyorlab uy setib olishim kerak degandek xiyolga kelib qolish mumkin. Undaqlarmi albatta Amerikada Islamic financing deydigan yana bir xil yani islomiy maliya yoki islomiy qarz berish organlari bor. Bular o'simlik emas, balki o'simsiz oldiki, shu dal shu kishilarningki o'zininki tanlagan shaklda o'simsiz orqali yani uyni shu Islamic financing yani shu islomiy qarz elish yani islomiy maliya organlarininki usuli bo'yicha alalaydı. Hem de o'xshashlar, yani o'zi tayyorlaydigan naqd pul dal degandek tunji setib olmoqchi bo'lgan uyiga nisbatan 3%, 5%, 10% yoki 20% atrofida yani umumiy uyning bahosiniki atrof shu 3% dan 20% gachilik bo'lgan naqd pulni tayyorlasa bo'ladi degan gap. Endi bu uy mulk setib olish to'g'risida yani nurg'un bu bek cho'ng tema Amerikada. Chunki bu inglizchada American dream yani Amerika g'oyasi degan bir gap bor. Yani Amerikaga keluvchilarning Amerika g'oyasininki tunji qadami uy mulkka egdorchilik qilishdan boshlandi deydi. Yani uy mulkni setib olish yani Amerika g'oyasininki amalga oshishininki birinchi muvaffaqiyatli bir qadami edi. Bu bek cho'ng bir tema hamda bu to'g'risida qandaq so'raydigan maslahat yoki siz shu men bayatın degandek bu 3 shtatdan uy mulk olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsangiz yoki Amerikada yashamayapsiz, lekin Amerikada shundaq uy mulkka mablag' solish o'y xiyollaringiz bo'lsa albatta ikkilanmasdan men bilan aloqa qilsangiz bo'ladi. Men bu filmni YouTube'ga, o'zimning YouTube kanalimga chiqaraman. Shundaqla Instagram, undan boshqa yana Facebook qatorliq shu o'zimniki batlarimda taqdim. Shuningda menga ayrim uchur yazsangiz, xat yazsangiz, men sizga javob qaytaraman. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.